Kunning issiq ob-havo sharoitlarida fotoelektrik batareyalarimiz keskin qizib ketadi. Va bu qizib ketish natijasida barcha o'rnatilgan o'sha quyosh fotoelektrik stansiyalarida foydali koeffitsiyentining tushib ketishiga olib keladi. Ya'ni manba sovuq suv hisoblanadi. Sovuq suv quyosh kogeneratsiya qurilmamiz ichiga kiradi va bir vaqtning o'zida panelda isib ketgan haroratni o'ziga oladi va shuning natijasida suv isiydi. Ishonchli ham elektr energiya ham bir vaqtning o'zida demak issiq suv bilan ham ta'minlash qobiliyatiga ega qurilma hisoblanadi. Men Toshkent davlat texnika universiteti energetika muhandisligi fakulteti muqobil energiya manbalari kafedrasi dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Botirov Bozorbek Musulmono'g'li. Bizning ushbu fundamental loyihamiz shundan iboratki, fotoelektrik issiqlik batareyalar asosidagi quyosh kogeneratsiya qurilmasini ishlab chiqish nomli demak ilmiy loyihani amalga oshirmoqdamiz. Bu mana bugungi kunda hammamiz bilamizki, dolzarb masalalardan biri bo'lgan demak qayta tiklovchi energiya manbalarini ulushini oshirish, aynan O'zbekiston Respublikasidagi energetika balansidagi ulushini oshirish bo'yicha juda jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan prezidentimiz tomonidan bir nechta qaror va farmonlar chiqarilgan. Aynan mana shu qarorda belgilanishicha 2030-yilga borib qayta tiklovchi energiya manbalari ulushini 54% ga yetkazish reja qilingan va bu bo'yicha bugungi kunda samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan yurtimiz bo'ylab deylik Navoiy viloyati, demak Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'ylab demak yirik fotoelektrik stansiyalarni o'rnatish va ularni demak ishga tushirish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu ham esa o'z o'rnida o'sha respublikamizdagi barcha o'sha energetika balansidagi ulushini oshishiga xizmat qiladi. Bir vaqtning o'zida bilamizki, O'zbekiston mintaqamiz demak keskin kontinental iqlim sharoitiga moslashgan, ya'ni yozimiz o'ta issiq, qishimiz esa o'ta sovuq kunlardan iborat bo'lib, mana shuni inobatga oladigan bo'lsak, bugungi kunda bizda nafaqat fotoelektrik stansiyalarni ko'paytirish, aynan mana shu kontinental iqlim sharoitini hisobga olib esa quyosh kogeneratsion qurilmalarini ishlab chiqish, ya'ni bu yuqorida aytib o'tganimizdek kunning issiq ob-havo sharoitlarida fotoelektrik batareyalarimiz keskin qizib ketadi. Va bu qizib ketish natijasida barcha o'rnatilgan o'sha quyosh fotoelektrik stansiyalarida foydali koeffitsiyentining tushib ketishiga olib keladi. Aynan mana shu foydali koeffitsiyentlarning tushib ketishi va o'sha har xil o'sha issiqlik ta'sirida bo'ladigan oqibatlarni oldini olish maqsadida demak suv bilan sovutish, ya'ni quyosh fotoelektrik batareyasini suv bilan sovutish orqali uni o'sha yo'qotilgan foydali koeffitsiyentini tiklash ishlari ham bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Demak biz aynan mana shuni maqsad qilib, demak quyosh kogeneratsion qurilmasi ishlab chiqilgan va bugungi kunda amaliyotga joriy qilingan. Ushbu qurilmamiz ayniqsa qishloq aholisi yoki aholi qatlamiga ega bo'lgan hududlar uchun juda qulay hisoblanadi. Buning asosiy vazifasi shundan iboratki, bir vaqtning o'zida aholini ishonchli ham elektr energiya ham bir vaqtning o'zida demak issiq suv bilan ham ta'minlash qobiliyatiga ega qurilma hisoblanadi. Biz misol issiq suv ishlab chiqarish uchun alohida qurilma olishimizga yoki elektr energiya ishlab chiqarish uchun alohida qurilma olishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Mana shu ikkalovini mujassamlashgan holda biz ishlab chiqqanmiz, ya'ni bir vaqtning o'zida ham elektr energiya, ham aholini issiq suv bilan ta'minlash choralari ko'rilgan va bugungi kunda bu demak amaliyotga ham joriy qilingan. Ushbu qurilmamizning ishlash funksiyasi shundan iboratki, aynan mavjud o'sha fotoelektrik batareyalarning orqa tomoniga demak maxsus demak issiqlik tashuvchi o'rnatiladi. Bu har xil turdagi bo'lishi mumkin. Aynan mana shu issiqlik tashuvchi demak orqasiga o'rnatilgandan keyin unda kiruvchi sovuq suv, ya'ni manba sovuq suv hisoblanadi. Sovuq suv quyosh kogeneratsiya qurilmamiz ichiga kiradi va bir vaqtning o'zida panelda isib ketgan haroratni o'ziga oladi va shuning natijasida suv isiydi. Biz ma'lum bir demak gradus qo'yishimiz mumkin, 40, 50 yoki undan pastroq graduslarni belgilab qo'yadigan bo'lsak, demak mana shu gradusga yetganda fotoelektrik batareya orqasidagi issiq suv demak stimulga uzatiladi va o'rniga yana sovuq suv to'ladi. Va shu sikl kun davomida davom etadi. Shuning evaziga demak fotoelektrik batareya ham soviydi va bir vaqtning o'zida issiqlik energiyasi, ya'ni issiq suv bilan ham ta'minlash holatlari amalga oshiriladi. Va bundan asosiy maqsad mana shu fotoelektrik batareyalarni hammamiz bilamizki, harorati oshgan sari o'sha elektr parametrlari, ya'ni tok kuchi va kuchlanishlarining tushib ketishi ko'zda tutiladi. Aynan mana shu tushib ketishlarni oldini olish uchun ham aynan mana shu sovutish qurilmasi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz uzoq yillardan beri aynan mana shu qurilma yordamida bir necha xil konstruksiyalarni ishlab chiqqanmiz. Aynan mana shu qurilma asosidagi bir necha xil konstruksiyalarni ishlab chiqqanmiz va bunda asosiy erishilgan natijalarimiz bu o'sha maishiy xizmatlar uchun yaroqli bo'lgan aholini issiq suv bilan ta'minlash choralari ko'rilganligi, yo'qotilgan foydali koeffitsiyentning tiklanganligi va undan tashqari eng asosiysi biz aytib o'tishimiz kerakki,
fotoelektrik batareyalarimizni xizmat muddatini biz 20-25 yil deb belgilab beramiz. Aynan mana shu sovutish sistemasi bilan birgalikda ishlatish ham buning o'sha hayot sikli, ya'ni yashash muddatini uzoq yillar xizmat qilishiga ham sababchi bo'ladi. Bundan tashqari aynan mana shu kogenratsion qurilmamizda o'sha asosiy tashkil etuvchilari bu quyosh elementlari bo'ladigan bo'lsa, bu issiq ob-havo sharoitida quyosh elementlarining yemirilishi ham kuzatiladi. Ya'ni degradatsiya deymiz buni ilm-fan tilida. Aynan mana shu sovutish sistemasiga ega bo'lgan qurilmani agar biz foydalanadigan bo'lsak, bir vaqtning o'zida demak o'sha degradatsiyalanishni ham oldini olishimiz bu nafaqat amaliy, nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham o'z isbotini topib kelmoqda. Ushbu qurilmamizni ayniqsa misol tariqasida aytishimiz mumkin, qishloq aholisi yoki markazlashtirilgan elektr tarmoqdan yiroqda bo'lgan hududlar uchun ushbu uskuna juda qulay hisoblanadi. Buni demak mobil ko'chma fotoelektrik qurilmalarimiz ham mavjud, aynan quyosh kogenratsion qurilmasi asosidagi. Ya'ni buni misol qishloq aholisi deganda nafaqat uy-joy kommunal xo'jaliklar, undan tashqari dala dashtlarda yoki dehqonchilikdagi sug'orish ishlarini amalga oshirishda ham bir vaqtning o'zida aynan mana shu mobil ko'chma fotoelektrik qurilmadan foydalanib, demak o'sha elektr tarmoqdan uzoqda bo'lgan joylar uchun ham elektr bilan ta'minlash, undan tashqari issiq suv bilan ta'minlash choralari ham bir vaqtning o'zida yechilgan va bugungi kunda aynan mana shu ba'zi Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlaridan chekka hududlardan ham aynan mana shu fotoelektrik kogenratsion qurilmalarimiz foydalanib kelinmoqda bugungi kunda.